Shunda bulut kelib, quyoshni to'sdi va yomg'ir yog'dirdi. Odamlar salqin havodan rohatlanib, xursand bo'lishdi. Ammo kunlar o'tib, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir odamlarni charchatdi. Ko'chaga chiqa olmay qolishdi. Hatto ba'zilari sovuq va namlikdan halok bo'lishdi. Nihoyat ular nola qilishdi. Ey bulut, bas endi, namlik va sovuqdan toqatsiz bo'lib ketdik. Bulut ham musobaqada yutqizganini tushunib, g'amkin tortib qoldi. Nihoyat keksa daraxt quyosh va bulutga qarab dedi: inson xilqati shunday, u na haddan tashqari issiqqa va na ortiqcha sovuqqa chiday oladi. Quyosh va bulut o'z xatolarini anglab yetishdi va yarashishga qaror qilishdi. Ular bir-birlarini tushunib, kelishib olishdi. Ba'zan quyosh porlab tursin, ba'zan esa bulut uning issiq taxtini to'sib tursin. Ikkisi bo'lmasa yer yuzida hayot ham bo'lmaydi. Shu tariqa yil davomida quyosh va bulut navbat bilan hozir bo'lib, odamlarning ularga bo'lgan mehrini uyg'otib kelishmoqda. Mag'rurlik hatto quyoshga ham xos emas ekan. Manmanlik va mag'rurlikni Alloh taolo xushlamaydi. Arab tilidan Abdurahmon Safo tarjimasi. Keyingi hikoyada uchrashguncha xayr.